Hozirgi kunda maktab bitiruvchilari uchun chet elda o'qishga eng yaxshi tanlov bu Buyuk Britaniya. Nima uchun deb so'raysizmi? Sizga eng asosiy 3 ta sababni keltirib beraman. Birinchi sababi Buyuk Britaniyada barcha o'qishlar shu yilning o'zidayoq, ya'ni sentyabr oyida boshlanadi. Bu degani esa maktabni tugatgan zahotiyoq yil yo'qotmasdan shu yilning o'zida o'qishni boshlaysiz. Ikkinchi sabab bu davlat ona tilisi ingliz tili bo'lgan davlat. Nafaqat universitetingizda, balki tashqaridagi mahalliy aholi bilan ham erkin muloqot qila olasiz. Yana bir muhim fakt bu viza. Agar siz bu davlatga barcha hujjatlaringizni to'g'ri va original qilsangiz, viza olish imkoni 100%. Uchinchi sabab, Buyuk Britaniyada butun dunyo tan olingan ta'lim tizimi mavjud. Siz ushbu ta'lim tizimi bo'yicha o'z sohangizni yetuk mutaxassisi bo'lib, karyerangizni boshlashingiz mumkin. Agar siz maktab bitiruvchisi bo'lsangiz va hozirda qaysi davlatga borib o'qisamikin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hech ikkilanmasdan Buyuk Britaniyani tanlang. Biz Everstudy sizni Buyuk Britaniyadagi istalgan shahardagi joylashgan universitetlarga yubora olamiz.